Hammamizni bitta Tangri yaratgan. Ikkinchisi bo'lishi mumkin emas. Bizni yaratgan Tangri haqida ko'p ham aql ishlatavermaylik. Aqlimiz ojizlik qiladi. O'zimizcha ma'bud yasab, pastkash, surbet, soxta va'dalar beruvchi, faqat boylar qatorida yuruvchi, kambag'allarga qiyo ham boqmaydigan, manfur, faqat so'zlar bilan qo'rqituvchi odamlar ham bor ekan. Mening to'g'ri raqamim juda oddiy. Bizning hammamizni faqat yaratgan boshqaradi. Hammamiz uchun umumiy yaratgan buyuk pok Parvardigor. Unga sherik yo'q. Sherik ham bo'lishi mumkin emas. Men shunday deb o'ylayman. Ha, shunday. Siz o'zingiz tanlagan ma'budni olqishlaganda men indamay qarab o'tirarkanman-da. Biz o'z Tangrimizni himoya qilishni bilamiz. Sen o'z haykalchangni himoya qilasanmi? Sen, ha? Bu juda kichik sayyora. Koinotda bundan ming chandon katta sayyoralar bor. Sen esa mittigina sayyorada, mo'jazgina shaharchadagi kichkina ko'chada yashab turib, butun boshli koinotni himoya qilmoqchimisan? U sening himoyangga muhtoj emas. U o'zini himoya qila oladi. Chunki butun dunyoni himoya qiluvchi yagona yaratgan bor. Bugun o'z qo'li bilan ma'budni yasab olgan odamlar uyushtirgan portlatishda mening do'stim halok bo'ldi. Undan mana shu shippakkina qoldi xolos. Bir jinoyatchi poyezdni portlatdi. Boshqa bir hind guru esa u yerga o'tirib olib, sening nasihatlaringni tinglayapti. Shunaqami? Nega siz bunday deyapsiz? Bu farqni ma'bud emas, balki siz odamlar o'ylab topgansizlar. Bu esa bu sayyoradagi eng dahshatli noto'g'ri raqamdir. Odamlar hayotini zaharlovchi, nobud qiluvchi noto'g'ri raqamdir. Sen ham noto'g'ri raqamsan. Jaguning ota-onasini aldab, uni sarafrozdan judo qilding. Noto'g'ri raqam bo'lmadigan. Sarafroz aldab ketadi deb barcha musulmonlarga tuhmat qilding. Yolg'onchisan. Albatta, men